Abduqodir Husanov Manchester City'da nega 45 raqamini tanlagan edi? O'zbekiston terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov muxlislarni qiziqtirgan savolga javob berdi. Nega u shaharliklar safida aynan 45 raqamini tanlagan? Ma'lumki, City'da bu raqam ilgari Mario Balotelli tomonidan ham kelgan. Shuning uchun ko'pchilik Husanovning tanlovini ham shu tarix bilan bog'lagan bo'lishi mumkin. Ammo futbolchining o'zi bu yerda hech qanday romantika yoki maxsus ishora yo'qligini ochiq aytdi. Husanovning ta'kidlashicha, 45 raqami uning futboldagi ilk muhim xotiralaridan biri. U Belarusda o'ynagan paytida Energetik Begul klubida professional darajada birinchi marta aynan 45 raqamda maydonga tushgan. Shu raqam unga omad keltirgan, o'ziga ishonch bergan va shu sabab Manchester City'ga kelganda ham o'zini erkin his qiladigan tanish raqamni tanlagan. Intervyuning yana bir qismi ham muxlislar uchun juda qiziq bo'ldi. Agar faoliyatini yakunlagan himoyachilardan kim bilandir tandemda o'ynash imkoni bo'lsa, kimni tanlardingiz degan savolga Husanov ikkilanmay javob qaytardi. Fabio Cannavaro. Qisqasi 45 raqami oddiy raqam emas. Husanovning karyerasi boshlangan yo'lga hurmat. Cannavaro esa himoyadagi ideal namuna. Ma'lumot uchun 21 yoshli himoyachi joriy mavsum Manchester City safida jami 21 ta uchrashuvda ishtirok etgan. Muxlislar uchun eng yoqimlisi shu. Husanovda katta klubda yo'qolib qolish emas, aksincha, o'z yo'lini, o'z belgisini qo'yish kayfiyati bor. 45 raqami ham, Cannavaroga hurmat ham shu xarakterni ko'rsatib turibdi.